Barchaga assalomu alaykum YouTube obunachilari. Yana sizlar bilan Jamshid va Arzonteldan sizlar uchun yangi skidkalarni va yangi telefonlarni tanishtirib o'tamiz. Obzor qiziq bo'lsa, siz bitta like bosib qo'yasiz. Biz sizga hozir obzor qilib beradigan telefonimiz Infinix Note 50 Pro'ni sizga obzor qilib beramiz va ichida nima chiqadi, nimalari bor, nimalari yo'q. Samsung bilan iPhone'ga o'xshab qattiqmi, qattiq emasmi ko'ramiz hozir. Kenglar. Yo bismillah. Tak. Buni ichidan chiqadi. 30 wattlik беспроводной zaryadkasi. Беспроводной. Bu zo'r. Juda sizga powerbank orqasiga qo'yib qo'yasiz, buni shunday yopishtirib qo'yasiz bo'ldi. Беспроводной. Telefonning ichidan ochganingizda shunaqa korobkasi odam jalb qiladi. Yomon emas, Infinix. Zo'r. Tak, buning ichidan chiqadigan narsalarni ko'ramiz. Bismillah. Kitobchalar chiqadi ekan, 3 ta va kartasi. Kartasi ham juda zo'r. O'zimizning kartaga o'xshab kartasi chiqadi va pulyonkasi ham bor ekan va chiqoli. Chiqoliga qarang, qanday zo'r. Ko'ryapsizmi? Juda ham zo'r. Hamma narsa bor, chiqoli, steklosi bor. iPhone bilan Samsung o'xshab olyapmiz. Telefonning o'zini ko'ramiz. Bismillah. Tak, telefonni qarang. Tak, rangi juda ham yoqdi menga. Interesting rang bo'ldi. Realni mazza qilib olasiz, rangiga qarang. Ko'ryapsizmi? Qanday bo'lyapti? Kamerasiga qarang endi. Joylashuviga. Ko'rdingizmi? Shunday oldindan qarasangiz, Samsungga o'xshab ketadi o'tiraga, orqaga qarasangiz boshqacha. Qarang, qarang. Juda ham yoqdi menga rangi. Shu korobkasining rangidan ekan, bir xil 50 megapikselning kamerasi. Kamera 50 megapiksel. Bunisi ham kamera ekan, kichkinasi, ko'rdingizmi? 4K da ham video beradi bu. 4K formatda ham bemalol video olsangiz bo'ladi. Telefon dizayniga kelgan yonboshlari to'rtburchak bo'lmagan, qiya ketgan, juda ham chiroyli ishlangan, qo'l uchun juda ham ixcham. Tak, past tomonga keladigan Type-C zaryadchiga va kolonkasi tak tepada ham bor ekan kolonkasi. Gromkasi tepada ham bor, pastda ham gromkasi bor ekan. Bu intellekt nima narsa buni tushunmadim to'g'risini aytsam, nima narsa bo'lishi mumkin, lekin juda ham interesting narsa ekan. Telefon dizayni juda ham zo'r ekan. Tak, telefonga keladigan bo'lsak, 90 wattlik bitta zaryadkasi bor ekan. Hozir buni ham ko'ramiz. Korobkasi ichida. 90 wattlik korobkasi bor. Infinix kabeli bor ekan. Ichidan hammasi chiqadi ekan, zaryadchiklarigacha chiqyapti. Tak, bu ketdi. 144 Hz, 678 AMOLED ekran juda ham zo'r va 144 Hz yangilanish tezligi juda ham zo'r, ishlaydi, tezligi juda ham zo'r degani. 50 megapikselli kamera da ramkasi Arman. Ramkasi ko'rdingizmi? Mana. Metal qanday? Juda ham zo'r, juda ham chiroyli chiqqan. Endi hozir buni yana bitta narsani o'qib chiqamiz. Tak. Mana qaysi korobkasida bo'lishi mumkin? Mana aka. Batareykasiga keladigan bo'lsak, 5200 mAh. 90 wattli bitta zaryadkasi va 30 wattli беспроводной zaryadkasi ichida bor. Bu telefonni ichki настройкалari qiziq bo'lsa, shu videoga bitta like bosasiz. Like bosasiz nimaga? Barcha yurtdoshlarimiz ko'rish uchun musofirda yurgan. Biz Moskvadan turib bu telefonni obzor qilyapmiz. Eng arzon telefon magazinimiz Arzontelda bo'ladi. Barchalaringiz kelsangiz bo'ladi, sizga chiroyli narx beramiz. Metroga keladigan bo'lsak, Tushunskiy metro 5-bekatdan chiqqanda o'ng tomonga shunday ko'rasiz, Arzontel magazinining do'koniga sразу ko'zingiz tushadi, bittada ko'zingiz tushadi. Shu yerga kelsangiz hamma telefondan bor. Telefon assortimentimiz juda katta. Xohlagan telefoningizdan qilib beramiz sizga. Foco kerakmi, Samsung kerakmi, Spark kerakmi, hammasidan bor. Bitta like bosib qo'yamiz. Barchaga rahmat.